O'zi pulni qo'ysanglar. Sen kimni o'ylayapsan? Yo'q, kimsan sen? Sen nimasan? Kimsan sen? Men insonni bolasimi? Ya qara, yo'qam shu yapti men. Ya ne qo'yib turibsan? Sen zo'rmisan? Zo'rmisan? Temir, qo'y o'zing. Temir, qo'y. Ya ne qo'yib? Marketing tomonidan ruxsat berildi pechatlash. Xo'p, nima uchun? Nima sabab? Uni bilmadi, borib chiqib bilib olasan aka. Nimaga? Xo'p, akam men nimani yo'qam? Temir bir narsani yasayapman. Temir do'stim. O'zingdan bir narsani yasayapman. Temir, iltimos debsanmi? Temir. Yo'q, to'g'ri Temir, iltimos deyapman. Iltimosni endi qilma. Kimina? Kulib gapir. Qo'y. Aka, iltimos qo'y. Bo'ldi, qo'ydim. Olib kelgam yana. Temir lekin borki. Och. Ochilmaydi. Ochiladi. Ochilmaydi. Ochiladi. Nima uchun? Nima sabab? Marketing kerak, marketing ruxsat olish lozim. Ben qo'ying. Chaqiring nari. Mana chaqiring. Chaqiring, davay, nari chaqiring. Qo'ying sizlar. Kim ekan u? Chaqiring nari. Telefon keldi. Temir, yaxshilikka bo'ladi do'stim. Yo'q, telefon bo'sh. Bular mana shunaqa na prinsip bilan do'konda ochtirmayapti. Mana bular Jahon xullasi. Bular xuddiki meni arendamni to'lab qo'yganda, xohlagan payti kelib turib do'konni pechatlaydi. Bularga ruxsat berilgan. Prezident qaroriga 100% qarshi ketadi bular. Siyosatga qarshi. U nima deydigan bo'lsanglar, menga 4 ta chexol qo'yilganiga na prinsipga ketadi.